Yana endi qiziqarliroq va ajoyib o'yin. 6 ta urinishda buni archib bo'lishimiz kerak ekan. Nima deb o'ylaysizlar? 6 ta urinishda archa olamanmi yoki yo'qmi? Bodringda archib tashlashimiz kerak. Qani. Bunisi bitta mabut chekkasi qolib ketdi. O'zi ikkita urinishimiz ketib bo'ldi. Endi qaytadan archsam bo'lar ekan. 3 ta urinish. 4 ta. Biz qila olmaymiz ekan buni. Biz 10 ta urinishda archib bo'ldik desak, mana bu yana qolib ketibdi shekilli. Mana bu ichida qolganda. Uchida ketmaydi ekan lekin. Yo, uchida bo'lmayapti-ku. Yana qayta urinib ko'ramiz. Biz uchida olib tashlaylik desak, uchida ketmaydi. Xullas, endi archishga harakat qilib ko'ramiz. Yana 1 2 3 4 Voy, nimaga chekkalari qolib ketadi-ya? Buncha qiyin. Archish. Sizlar 6 ta archa olasizlarmi? Nima deb o'ylaysizlar? o'n ikkita urinishda to'zza qilib archdim. 10 gacha archilmadi. Buncha bodring archish qiyin. Bo'ldi, men eplolmadim buni. Archib bo'lmasa, oxirgi urinishimiz nechtada archiladi bilmayman. 6 ta niyat qildim, 6 tada archilsin bodring deb, lekin bilmadim. Boshladik. Yo'q, men shashib qo'yaman archishga. Ana. Shu chekkalariga nima bor, qolib ketmasin. Voy, yana 6 ta archa olmayman ekan. Maydalanib ketdi.